Agar siz kichik va o'rta biznes egasi bo'lsangiz, bu videoda siz tizim nima ekanligi, qachon kerak bo'lishligini va qanday tizim qurish mumkinligi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Tizim o'zi nima? Bu jarayonlarni qanday ishlash kerakligi va kim nima qilish kerakligi va qanday natijalar bo'layotganini ko'rib tura oladigan tirik struktura. O'zi tizim qachon kerak bo'ladi? Tabiiyki, bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, sizda mahsulot bor, sotuvlaringiz kesib turibdi, reklamaringiz ketyapti, katta ehtimol bilan. Lekin agar ichkariga qaraydigan bo'lsak, chalkashlik va bardak bo'ladigan bo'lsa, sizga tizim kerak bo'ladi. Va o'z umumiy olib aytganimizda, tizim ikki xil holatda kerak bo'ladi. Birinchisi, siz birinchi o'rinda 0 dan 1-darajaga o'tib bo'ldingiz. Endi siz vazifangiz 1-dan 2, 2dan 3, umuman 1dan 10 gacha borishingizni plan qilayotgan bo'lsangiz, sizga tizim kerak bo'ladi. Sababi masshtablashtirish uchun standartlashtirish muhim. Ya'ni har bir xodim bir xil sifatdagi ish darajasini berishi uchun siz tizim qo'yib bergan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni u nima vazifani qanday bajarish kerakligi yoki yangi xodim kelganda qanaqa o'sha ish o'rniga o'rganishi, 2 hafta qanday ishlarni bajarish kerak bo'lishini siz yozib chiqqan, polniy tartibda bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bosqichga o'tasiz. 2 dan 3 ga o'tasiz. Va o'zi buni misol qilib keltiradigan bo'lsak, masalan, hududxonada bu 0 dan 1-darajaga ko'tarilayotgan biznesdek mahallamizning hududxona. Sababi, misol uchun, kassadan siz hudud oladigan bo'lsangiz, hech qanaqa tizim yo'q. Shunchaki zakaz tushdi deb baqirishadi. Bir xil payt saskani qo'yib yuboradi, bir xil payt ketchup ko'proq yuboradi, bir xil payt pomidor. Xullas, standartlashtirilgan hudud chiqmaydi. Agar o'sha filialdan chiqqan bilan ikkinchi filial ochgan bilan uj bo'ldi. Bitta brenddan 2 xil hudud chiqadi. Tizim bo'lmasa. Va masalan, endi Evsga qaraydigan bo'lsak, Evsning devorlarida uje yozilgan. Qancha qo'shish kerak, qanaqa muddatda turish kerak, qanaqa holatda turish kerak, hammasi aniq reglament, o'yin qoidalari aniq tuzilgan. Misol uchun, Evs agar McDonald's darajasiga ko'tarilmoqchi bo'lsa, u yana ham tizimini yana ham kuchaytirish kerak bo'ladi-da. Va buni ustida ishlaydi. Tizim bu qo'yiladi va butun umr ishlaydigan narsa emas. U bosqichma-bosqich biznesingizni o'sishiga qarab ketaveradi. Va sizda masalan marketingdan sifatlilikda kelyapti, sotuv bo'lyapti, lekin masshtablasha olmayapsizmi? Ya'ni frontdan yaxshilikda kelyapti, klientlar kelyapti, lekin back ulgurmayapti yoki bir xil ma'lumot bermayapti, bir xil servis bermayapti yoki klientlar qaytib kelmayaptimi? Kattalasha olmayotganingizdan dalolat beradi va boya aytganimizdek, kattalashish uchun bizga standartlashtirishimiz muhim bo'ladi. Ikkinchi holatimizda bu aytaylik, siz 0 dan 1 ga ko'tarilib bo'ldingiz. Допустим, aytaylik 4-darajagacha ham ko'tarildingiz. Endi siz aytasiz, bo'ldi, men hayotimdagi planlarimni bajarib bo'ldim. Xo'p, men Shvetsariyaga uchib ketmoqchiman. Endi sizda biznes sizsiz ishlashni o'rganish kerak bo'ladi. Bu holatda siz shunaqangi sikl deyiladi. Shunaqangi ish strukturasini yaratib ketishingiz kerak bo'ladiki, bitta insonga bog'lanmagan holatda tizim ishlashi kerak bo'ladi. Ya'ni 2 xil holatda bizga kerak bo'ladi. Ya'ni siz bitta holatda bitta insonga bog'lanmasdan ishni sifatini ushlab turmoqchi bo'lsangiz, tizim sizga kerak bo'ladi. Ikkinchi holatda siz marketing, o'zi frontline, ya'ni sotuv bo'limi yoki o'shandan o'zi sizga ob'yom yaxshi kelyapti va buni ushlab qolish va yana ham kattalashtirish niyatida bo'lsangiz, ikkinchi holatimizda ham tizim sizga kerak bo'ladi. Xo'p, o'zi videoni boshidan qisqacha o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, meni ismim Yahyo. Tizimlashtirish bo'yicha 3 yildan beri shug'ullanib kelaman. Kelib chiqishim IT kompaniyalardan. Shuning uchun ham tizim qurish menga perfeksionistlik, ya'ni algoritmlarni tuzishdan kelib chiqqan. Chunki bilasizlar, eng tizimlashgan kompaniyalar bu IT kompaniyalar hisoblanadi. Yana bitta narsa, sizga nima desa bo'ladi? Bitta misol, nimaga tizim kerakligi haqida. Top 10 ta kompaniyalarda qarasangiz, dunyodagi hammasi IT kompaniyalar yoki IT ustiga qurilgan kompaniyalar bo'ladi. Nimaga? Chunki hammasida tizim o'tda chuqur qurilgan bo'ladi. Xo'p, bunga keyin to'xtalamiz. Va hozirda biz o'zimiz jamoamiz bilan tizimlashtirish bo'yicha kompaniyalarga yordam berib kelmoqdamiz.
va jamoamizning nomi Centra deb nomlanadi. Shu paytgacha biz Protochka elektronika kompaniyasi, Dynamic Soft kompaniyasi, Lens Production kompaniyasi, Dynamic akademiyasi va yana boshqa kompaniyalarga tizim qo'yib berganmiz va qo'yib bergan kompaniyalarimizni tizimlashtirish orqali savdo va masshtablashtirishga erishganmiz. O'sha Instagram videolarimda aytib o'tganimdek, Protochka kompaniyasida tizimlashtirish orqasidan 3x ko'proq sotuvga va masshtablashtirishga erishdik. Xo'p, endi boya aytgan tizimlashtirishda biz qilishimiz kerak bo'lgan 4 ta ishga qaytamiz. Bu birinchisi, siz agar kichkina va o'rtancha biznes bo'ladigan bo'lsangiz, biz loyihalarimizni ko'rganmiz. Katta ehtimol bilan sizda biznesingiz tanishlaringizdan yoki yaqin do'stlaringizdan yoki qarindoshlaringizdan iborat bo'ladi. Va hammasi universal askar hisobida xodim sifatida ishlaydi. Bu qanaqa? Aniq bir mas'uliyatli yo'q. Biznesda muammo bo'lyaptimi, o'sha ustida ishlaydi. Bu juda ham zo'r. Agar siz 0 dan 1-darajaga ko'tarilayotgan bo'lsangiz, lekin siz 1-darajaga ko'tarilib bo'lib, endi yana ham o'smoqchi bo'lsangiz, sizda o'sha universal soldat xodimlarini aniq bir mas'uliyatlarga bo'lishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, birinchi qiladigan ishimiz bu rollarni aniqlash. Kim nima qiladi, kim nimaga javob beradi? O'sha hamma xodimlaringizni, kichkina jamoangizni olib o'tirib, xo'p, seni vazifalaring, mana mas'uliyatlaring mana bulardan iborat. Mana mashinalarni qilishing kerak, hammasi yozilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Ana o'shanda bizda hamma o'zining mas'uliyati, nima qilish kerakligi, vazifalari aniq bo'lib chiqilgan bo'ladi. Ikkinchisi, jarayonlarni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu terminda SOP deb ataladi. Bunga keyinroq yana to'xtalamiz. Bu mas'uliyatlarni bo'lib chiqdinglar. Endi ikkinchi o'sha qiladigan ishimiz bu o'sha aytganimdek, endi qanaqa tartibda ishlaymiz? Xo'p, seni mas'uliyating bor, lekin sen bunga bog'liqsan. Qaysi tartibda so'rab olasan? Qachon so'rab olasan? Qanday tarzda so'rab olasan? Sen qanaqa tarzda unga berasan? Qanaqa qoidalarda ishlaymiz? Ish jarayonini bir-biriga mas'uliyati bog'langan bo'lganda yoki sizga qanaqa отчетlar, hisobotlar kelish kerak bo'lishi kerakligini o'sha ish jarayonlarida yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Esingizdan chiqmasin, yozilgan bo'lishi shart. Uchinchisi bu KPI va monitoring tizimi. Ya'ni biz o'tirdik, mas'uliyatlarni aniqladik, qanday ishlash tarzimizni ham aniqladik. Endi har bir mas'uliyatga ega insonga ikkitadan raqam berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni KPI deyiladi bu. Ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak, tabiiyki, Key Performance Indicator deyiladi. Bu o'sha inson mas'uliyatini qanchalik yaxshi darajada bajarib berayotganini biz o'lchab turishimiz kerak bo'ladi. Esingizdan chiqmasin, bu raqamlarda bo'lishi shart. Sotuv, misol uchun, bo'limiga qanaqadir insonni qo'ydingizmi, ikkita raqam berdingiz. Marketingga raqamlar beryapsiz. Yana boshqa xodimlaringizga kirib ketaveradi. Misol uchun har bitta sotuv menejeriga balkim raqamlar berasiz. SMM menejeriga raqamlar berasiz. Misol uchun loyiha menejeringizga raqamlar berasiz. Misol uchun aytishingiz mumkin, men klientlarimdan, ya'ni mijozlarimdan feedback olganimda o'rtacha balimiz 7 dan yuqori bo'lishi kerak. Aloqaga chiqish bo'yicha. Ya'ni misol uchun loyiha menejeri klientlar bilan aloqada bo'lib turishi muhim bo'ladi. Shu raqamlarni berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi tushundik. Bizda qanaqa pozitsiyalar bor, qanaqa jarayon bo'lishi bor va hamma qanaqa natija ko'rsatish kerakligi, qaysi raqamlarga asosan uni natijasi o'lchanishi kerakligini biz yozib chiqdik. Va monitoring tizimi deganda bu o'sha raqamlarni o'lchab turadigan bitta tizim qilishingiz kerak bo'ladi. Endi 4-inchisiga keladigan bo'lsak, bu O'zbekistonda juda ham mashhur va ko'pincha xato o'ylashga majbur qiladiganlardan biri. Bu avtomatlashtirish va IT vositalarini ishlatish. Siz balkim eshitgandirsiz, tizim va avtomatlashtirish aslida boshqa narsalar. Aslida avtomatlashtirish bu tizim qurishdagi 4 ta punktdan bittasiga kiryapti. Orasizlar. Va avtomatlashtirish va IT vositalarini ishlatish bu nimaga yordam beradi? Bizni boya 3 ta qo'yib chiqqan narsalarimizni endi IT, ya'ni yangi softverlarga tiqishimiz kerak bo'ladi. Boyaga monitoring tizimi bo'lishi mumkin, boyaga bizni mas'uliyatlarni yozib chiqqanlarimiz bo'lishi mumkin, balkim ish jarayonlarini yozib chiqqan bo'lishimiz mumkin. Endi u yozilgan varrolarni olamizda bizga o'zimizga mos bo'lgan IT ga tiqishimiz kerak bo'ladi. Onlayn. Tushunarli bo'ldi? Demak, tizim bu avtomatlashtirish emas. Avtomatlashtirish bu tizimni bitta bo'lagi. Ya'ni ko'p kompaniyalarda agar eshitgan bo'lsanglar, no code, ya'ni 1S qo'yishadi, MySQL qo'yishadi, Amos CRM qo'yishadi yoki loyiha menejment uchun Notion, ClickUp, Trello, yana juda ko'plab yoki o'zligi IT uslubi bilan o'zligi programma yasatishadi. Ko'pincha holatda eshitamiz, bu narsa ish bermaydi.
Nimaga? Chunki boyagi 3 ta narsa avval varroda bajarilmagan bo'ladi. Bu shunaqa narsani aniq qiladiki, eslatadiki, ya'ni siz avval hisob-kitobni varroda qilmasdan turib, birdaniga kompyuterga o'ta olmaysiz. Birinchi tizimni o'sha 3 ta narsani varroda qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. O'sha ish jarayonlari, nima qilish kerakligi va nima raqamlarga e'tibor berish kerakligini va uni o'lchash uchun, undan yaxshiroq va effektivroq foydalanish uchun IT vositalarini ishlatishimiz kerak bo'ladi. Birinchi IT vositani ishlatib, keyin bularni qilishni katta ehtimol bilan pul yo'qotamiz. Va endi real case'larda o'lchaydigan bo'lsak, o'zimning tajribamda bu qanchalik foyda bergan. Boya aytganimdek, buni loyihalarimda juda ham aktiv ishlataman va bu juda ham katta yaxshi rezultatlarga olib kelgan. Va bu men yangi narsa kashfiyot qilmayapmiz. Bu jahon biznesida ham xuddi shunaqa ilmlardan foydalanishadi. Ya'ni kim nima qilish kerakligi aniq bo'lishi, qanday qilish kerakligi aniq bo'lishi va qanaqa raqamlarda o'lchash kerak va bularni birlashtirib turadigan IT loyiha bo'lishi kerakligi. Biz Protoshka kompaniyasi elektronika sotadigan kompaniyasiga kelganimizda, bularda do'stlari, qarindoshlari do'konda o'sha kompaniyada ishlardi. Aniq bir nima qilish kerakligi yozilmagan edi. O'zlari ham misol uchun bilmas edilar. Shu yoqda yuradi, shu muammolarni hal qiladi derdilar bo'ldi. Biz birinchi o'rinda o'sha Protoshkaga va boshqa loyihalarimizga kim nima qilish kerakligini aniq qilib yozib berishdan boshlaymiz. Bu juda ham effektiv bo'ladi, sababi bitta inson birinchidan misol uchun sizning do'stingiz ertaga yaxshi rivojlanadi, bittagina yo'nalishni olsa va o'shanda yana ham mutaxassis bo'lishga harakat qiladi. Xo'p, endi biz ko'rib chiqdik tizim nima ekanligi, uni qaysi paytda kerak bo'lish kerakligini va qanday qilish kerakligini. Endi buni o'zimning tajribamda tizimlashtirishda kerak bo'ladigan IT vositalari, Notion, Miro, zamonaviy vositalarni shu YouTube kanalimda bundan keyin kichkina bir 10 minutlik, 7 minutlik qilib chiqarib boraman. Ya'ni misol uchun birinchi o'rinda biz mas'uliyatlarni ajratish dedik-ku, o'sha mas'uliyatlarni ajratayotganda qanaqangi IT vositalarni ishlatishimiz qulay bo'ladi. O'zi aslida bu narsani qog'ozda ham qilsangiz bo'ladi. Aslida qilish muhim. IT o'sha vositalar, instrumentlar bilan qilsangiz, yana ham o'zingizga qulay bo'ladi va nima qilayotganingiz aniqroq tushunchaga ega bo'lasiz. Xo'p, o'sha rezultatlarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, biz shu ishlarni qilishimiz orqasidan loyihalarimizda sotuvlar oshishiga va masshtablashtirishga erishdik. Ya'ni onboarding tizimlab qo'yib berishimiz orqali, misol uchun xodim kelganda bitta insonga bog'latib qo'yishar. O'sha odamning oldida yur deyshar. Bu unchalik o'xshaydigan narsa emas. Siz kattalashayotganingizda sizda aniq qaysidir pozitsiyaga xodim kelyaptimi, bu qanaqa videolarni ko'rish kerak, qanaqa zadachalarni qilish kerak, qayerdan o'rganish kerak, kimdan o'rganish kerak va oxirida testdan bajarish kerak bo'ladi. Va checklistlarni ham qilib bering. Misol uchun 2 haftami, unda 5 kunlik ish kuni bo'ladigan bo'lsa, 10 kun bormi? 10 kunga bo'lib bering. Bugun kelib sen bu videoni ko'rasan, men ish qilib ko'rasan, men odamning 1 soatlik suhbatini olasan. Unda aniq kelganda to'liq informatsiya bo'lishi kerak bo'ladi va aniq o'yin qoidalari bo'lishi kerak bo'ladi. Va ikkinchi navbatda KPI va uni monitoring tizimini qo'yishimiz orqali, o'sha Instagram videoyimizda aytib o'tganimizdek, Google Sheets orqali aniq raqamlarga ega bo'ldik. Bunda kim nima ish qilyapti, qanaqa rezultatlar ko'rsatayotgani suvda nima desa bo'ladi, aniq bo'lib turdi-da va biznes egasi bemalol bulardan kelib chiqib xulosa qila olardi. O'zi xulosa qilishda riskdan qochish uchun yordam beradigan narsa bu oldingi qilgan xatolaringizni raqamlashtirilgan holati bo'ladi. Va o'sha monitoring tizimi, KPI'lar, raqamlar bilan ishlashingiz bu ham biznesga muhim hisoblanadi. O'sha loyihalarimizning natijasida jamoa mustaqil ishlaydigan bo'ldi. Rahbar faqat raqamlarga tayanib xulosa qiladigan bo'ldi. Xizmat sifatini bir xil qildik. Ya'ni xodimlar soni ko'paygani bilan xizmat sifati bir xilda qoladigan bo'ldi va 3x ko'proq sotuvga va masshtablashtirishga erishdik. Xo'p, videoyimizda endi tizimlashtirish haqida umumiy ma'lumotlarga ega bo'ldik. Qanaqa qilish haqida ham ma'lumotlarga ega bo'ldik. Endi agar o'zingiz tizimlashtirishda qiynalayotgan bo'lsangiz, aytaylik, eksklyuziv taklif beramiz. Pastdagi havola orqali biznes haqida qisqacha ma'lumot bering. Biz 5 ta odamni tanlab olamiz-da, Zoom uchrashuvi qilamiz. O'zingiz biznesingiz haqida ko'proq ma'lumotlarni va muammolarni va planlaringiz haqida aytib berasiz va biz aniq strategiya va plan tuzib beramiz. Ya'ni qanaqa qilib tizimlashtirish kerakligi va sizda tizimda nima muammo bo'layotgani va uni qanaqa qilib yechish bo'yicha qo'lingizga instruksiya qilib beramiz. Faqatgina bu 5 ta odamga. Xo'p, bu 5 ta odamni tanlab olamiz ro'yxatdan o'tganlardan, chunki hammaga vaqtimiz yetmaydi.
Shuning uchun agar tanlab olinmagan insonlar bo'ladigan bo'lsa, ularga ham xabar berib qo'yamiz, shu tanlab olinmaganligi haqida. Rahmat.